Marhumning mendan qarzi bor. Yo pulimni berasizlar, yo bo'lmasam janozani to'xtataman. Menga qarang. Pulni siz ukamga bergansiz. Uni qarzini biz to'lamaymiz-ku. Jigaring ukang to'g'rimi? O'lgan bo'lsa uka, kimdan olishim kerak? Xullas, biz sizga pul bera olmaymiz. Yo pulimni berasizlar. Bo'lmasa, Hey, qo'lingdan kelganini qil. hali shunaqami? Iya. To'xtang. Maytni mendan qarzi bor. Aytsam ana akalar ishonmayapti. Dalilingiz bormi? Tilxatim bor. Siz janozaga tegmang. Men sizga lafz beraman. Bu masala hal bo'ldi deb hisoblang. Lavzingizga ishonsam bo'ladimi? Siz menga haqqingizni ishoning, men esa lafzimni vijdonimga topshirdim. Marhum sizga kim bo'ladi? U eng yaqin do'stim edi. Endi kelin, ukamni ma'rakasini ham o'tkazishimiz kerak. Shunga ukam mabodo bir qism pul tashab ketmaganmi? Yo'q aka. Bolalarni maktabga tayyorlaymiz deb 1-2 so'm yig'ib qo'ygandik. Shu bor xolos. Aka, umraga deb yig'ib qo'ygan pulingiz bor-u, hozir o'shani ishlab turaylik. Yo'q, har kim o'z tashvishini o'zi qiladi. To'g'ri. Har kimning o'z tashvishi bor. Lekin odamning yelkasi faqat o'z yukini ko'tarish uchun berilmagan. Ba'zida yaqiningiz yukini bir chetini ko'tarishingiz kerak. Kim bor? Assalomu alaykum. Obbo, bu ham qarzini so'rab keldi shekilli. Xo'sh, ukam nech pul qarz sizdan? Ukangizni mendan qarzi yo'q. Aksincha, meni qarzim bor. Olma sotib birga biznes qildik. Faqat pulni berishga ulgurmagandim. Shunga uni ulashib $14,000 olib keldim. Yaxshi bo'pti. Endi hammasini o'zimiz qilamiz, aka? Ha, albatta. Pulni menga bering. Yo'q. Nimaga? Bugun ko'p narsaga guvoh bo'ldim. Bolalarimni maktab pulini ishlatishimni aytdingiz. O'zingizning pulingizga kelganda esa tegmaymiz dedingiz. Qobil aka, buni siz oling. Erimni haqqi. Qolganini o'zingiz hal qiling. Kelin, axir biz begona emasmiz-ku. Men ham shunaqa deb o'ylagandim. Hozir bu eshikdan begona odam kirdi. $14,000 tashlab ketyapti. Uni hech kim majbur qilgani yo'q. Kelin, bu pul sizda turadi. Bu siz bilan bolalaringizning haqqi. Eringizni qarzi bo'lsa o'z joyiga berasiz. Baribir biz uni akasimiz. Men sizlarni oilaviy ishlarga aralashishga haqqim yo'q. Bilasizlarmi? Men bugun nimani tushundim? Hayotning ham o'z tarozisi bor ekan. Bir pallasiga manfaat tushsa, ikkinchisida odamni vijdoni tortilar ekan.